Hamsa kim paylab o'tiribmiz? Har kuni ana shu yerdan bitta sumsuk pishak o'tibdi. Kimdir muva kelganmi deymanda. Ana keldi. Ana keldi. Ket. Mana bugun bir sumsuk bir pishagi voqea joyida qo'yib oldik. Isming nima? Ayt. Oshimboy, Pasportdagi oting nima? Oltivoy. Guli kim olib keldi? Sizni olib kelaman aka. Erkak kishiga gul beradilarmi? Erkak kishi O'sha ana endi so'mkani tintuv qilamiz. Ana bu men endi ishondik. Bizlar olib kelganing bu shkalati. Ikkita ekanda mana. biri siza, biri menga. Ha. Oqini yeysizmi, qarasini? Men oqini yeyman. Qarasini men yeyman. Ko'r. Kuchukka olib keldim. Bu nima bu? Bular kimmi? Jonim amakim qo'yib yuboringlar iltimos. Yo'q. Ey. Kim olib kelding? Bu nima? Bunga qaraqa. Kim olib kelding? To'g'risini. Kim bu? Nima bu? Faqat to'g'risini aytaman, hech kimga aytmanglar. Biz erkak hech kim aytmaymiz. Aytmaymiz. Aniq aytmaysizlarmi? Aniq javob. 100%. Ha. Mana. Amaki, sizlarning qishloqlaringizga o'sish kapak dekonlar bor ekan. O'sha kishining qizlarini yaxshi ko'raman. Kafron kiyaman dedi, olib keldim-da. Ma uka, ma. To'xtang. Ha? Uka, nima bo'lishidan qat'iy nazar qochma, qaymi? Nima uchun? Ma buni kiy uka, kiy. Ammo erkak kishi kiymaydi amaki. Boshingga kiy. Nimaga? Ustiga bagana bu. Tamam. Kiy. Kiy. Pis.